Bu ulkan qarag'ay tog'lar qayerga ketadi deb o'ylaysiz? Aslida ularning barchasi oddiy karton qoplamalarga aylantiriladi. Bir kunda 300 tagacha yuk mashinasi yangi kesilgan daraxtlarni shu zavodga olib keladi. Birinchi bekat yog'och ombori. Bu yerda ulkan daraxt tog'lari yig'iladi va zavod 24 soatgacha ishlay oladi. Daraxtlar 120 mil ichidagi o'rmon va plantatsiyalardan keltiriladi. Ular haddan tashqari qurib ketmasligi uchun va yong'in xavfsizligini kamaytirish maqsadida katta suv sepkichlar doimiy ravishda namlab turadi. So'ngra ulkan kran daraxtlarni mashinalarga tashlaydi. U yerda poyalarning po'stlog'i tozalanadi. Bu jarayonda tonnalab po'stloq chiqindilar qoladi va ular zavodning o'zidayoq yoqilg'i sifatida yoqiladi. Po'stlog'i olingan poyalar maydalanib, ulkan chipsalar to'planadi. Zavod uchun bu ulkan tog'ni qayta ishlashga bor yo'g'i 10 kun kifoya qiladi. Endi savol, bir qarag'ay daraxtdan qancha karton qoplama chiqishi mumkin deb o'ylaysiz? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring.